İnsan bu dunyoga kelishi bilan mayli qiz bo'lsin yoki o'g'il bo'lsin, yig'lagan petila tug'iladi. Ba'zilari yaxshi ish qilib o'tsa, ba'zilari g'aljirlashib olamga patmay o'tadi. Ba'zilari dunyodan xabarsiz o'tsa, azob tatgan ba'zilari bu dunyodan ranjib, bu dunyo bevafo deb naqsh qo'shoqlar aytishadi. Gerçi bu kız bir ömür azap içinde ötken bolsa-mu, bu dünyadan qilchimi og'rinmadi. Lekin bu kız 20. asrning oxirgi yillarida yashagan bo'lsa, qo'noq shahrida ko'rik yasab o'tib olgan bo'ladimi? Gülcemal, balam Gülcemal. Hey, bu bal etgende nege mi ketkendi o? Gülcemal. Ana, ben bir yegim müküv aldım men tepikine. Gülcemal. Men seni tapamayıvatıman ku balam. Ana, ben donak doğaşının üstüde. Karam. Şişe peske kızvalımı dereksizlik çıkıp olamdı. Ana, ben sizge toğaşı yığıtıp birey. Şişe balam. Şişe nimi igziyelek çıkıp oldum. Şişe. Oy Xudayım, bu bal neze. Makul şey. Astırak çiş balam, avayla. Ha, niye gidesin sen boğdek? Avayla balam, avayla. Ah. Ha, oldu. Karan, bana hiç boğunu yok. Kapı buldunuz mu ana? Yok balam, hapoğunum yok. Kız bal degen derek çıkış uyak dursun. Keng iriqtin atılsı mı yaman boludu emes mi? Vay, onu kısım yaman boludu, bunu kısım yaman boludu deydikensiz. O toğaçlarını ben eğitmişim, sesip kes kandak kılımız. Ya bulmasa, yılıqı akımız bilen beşinlarını koşuplu koyayıl deysek, onu mu dağız? Nos kılıp. Vay cuvay nimek, vay şeytan.
Ana, qo'ylarning o'ti qolmabdi, men chiqib o't ekilay ya. Tezroq qaytib kel. Ma'qul ana. Assalom. Hammalar yaxshi turishiblar. Alaykum assalom bolam. Ota, sen geldi. Yaxshi ota. Hamda. Gel ota. Ota. O, yaxshi ota. Ha, yaxshi. Oyca. Ana, Keldingmi bolam? ha. Oy, qo'lingga nim bo'ldi bolam? Hech Bunda nima bo'lmadi. Nim qilgansa? Voy xudoyim, bu balni. Ana, bo'ldi. To'xtab tur bolam. Qo'lingga paxta bis tengib qo'yay. Ey, bu balni. Og'riyotamdi bolam. Yo'q, ana ancha og'rimadi. Paxta bassam yaxshi bo'lib qoldi, ha? Mana. Aka bolam, qo'lingni aka. Oyca. Chida bolam, chida, to'xtab tur bolam. Tengib qo'y, mana chida. Og'rirdimi bolam? Ana saykayib ketdi. Oy. Voy xudoyim. Nega mangding bolam? Qo'ylarga o't sep beray. Ma'qul, berib kel bolam. Bolam, mau oshni Oyshamxonga opirib ber. Saqsiz bo'lib qoldi deyotqandi. Xudoxinim chaqirib, mush uyda tamoq yesin. Ma'qul ana. Voy, Xudoxim qanday mangdi? Mama, tağa qağlı, süzgüç ağlı, yağlı qağlı, ötük ağlımaqdım. Qizlar oladigan narsani sen etmeyip qilatding. To'y qilaman. Voy, Xudoximka, to'y qilsangmi u narsalarni qizlar oladi emasmi? Qiz bolani men olgandikan, u narsalarni men olaymi deyman. Bo'pti. Xudoximka, onam sen uyga kirib tamoq yeyapsan deydi. Ma'qul. Assalom Ayshamxon cho'ngina, xeyli yaxshi bo'lib qoldimi? Xudoga shukr bolam. Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Fatamxon uyda Ha, qoldimi? Xudoxim akamni bizning uyga kirib ketdi. Mavo ashni qizig'ida ichivasizlar cho'ngina. Voy rahmat Men bolam. qo'llarga suv beray. Qini.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahmet balam. Razı Hechqisi bolam. yo'q. Ay, sat bo'ldi. Cho'ng ona, tamoq sovib qolmasin yeyasizlar. Men chiqqach turay. Biror sho'z xabar qilala. Ma'qul balam. Rahmat, onangizga salom da. Ma'qul. Ana, Keldingmi balam? ha, keldim. Oyshamxon xeyli yaxshi bo'lib qolgandi va. Yaxshi bo'lib qopti. Sana salom aytdi. Ay, Xudoyim shifolik Ha, bera. İşingni ichib olgin balam. Ma'qul ana. Sovib qolmasin. Tezroq ish, a? Guljamal, Oy. Oy, G'uncham balam kelib G'uncha? qopti. Kela balam, kela. ahvoling adash. Oy, qadamlaringdan aylanay. Yaxshi. Qani, kela. Kelinglar balarim, kelinglar. Xudoxon aka, yaxshi turibsizmi? Fatimxonani qanday ahvollari? Yaxshi balam, yaxshi. Yuqoriga adash. O'tira balam. Hoshimoxon Zilayxonlar yaxshi turayotganda balam. Yaxshi turibdi. Cho'ng onam og'rib qopti ekan, ular uni yo'qlab kelaylik deb ketib qolgan. Men uyda o'ltiraverib zerikib ketib, sizlar bilan parang'ishib chiqay deb kirishim, Guljamalning ko'ygim kelib qopti ekan. Yaxshi qilibsan balam, yaxshi qilibsan. Cho'ng onangga shifolik bera. Hoshimoxon Zilayxonlar deb qo'y balam. Uzun bo'ldi ko'rishmagili. Kelib o'tirib ketsin. Ma'qul ona. G'uncham singlim. G'uncham singlim. Men xudo oladigan bo'ldim. Tog'a qolima. O'tik olima. Süzgüç olima. O'sma olima. Hammani olima. Muborak bo'lsin Xudoxon aka, to'yini qachon o'ynaymiz? Ish qilib olima. Men xudo olima. Adash, baqib ko'rib o'rik yeb chiqay. Yegash paranglashaylik, ha? Maylamisa. Voy, bu Xudoximiz kechki xotin olmanli deydi. Xudoxon aka, bog'da bir das o'rik qoldi. Sen ochiqib yeyib kirsang bo'pti ekan. Ma'qul. Tozimi pishibdi bu o'riklar. Ola balam. Ala adash. G'uncham balam, anglasam sana yuqoqi maldan elchilar kepti deydi. Qandaq bo'ldi? Kelishini g'u keldi. Biroq mening faqat to'y qilg'im yo'q. Shu dadam bilan anam unamayotdi. Nimali degan bilan qiz bola degan taloning odmi balam. Ürükni yuyup da kiray. Ma'qul Xudoxon aka. Xudoxonga onsa xotin oldi deydi-ku. Ben xudo olima, tog'a olima, süzgüç olima, o'sma olima, süzgüç olima, hammani olima. Xudo olima. Sağlamsa. Xotin olgan degan o'rikni nima qilasan? Aka o'rikni biz yevataylik. Ökülü. Ürük yemsiler. Yemiz. Mana. Yangla. Yolla. Yangla. Yangla. Xudoxonga beraylik. Tuta Xudoxon. Qaranglar. Qaranglar biz Ma mening qizimmi holimning yaxshi vaqtda to'yni qilib etay desam, texi unimidi. Nimani o'ylaydi ekan tang bu bola. Endi navbat man keldimi ana? Seni yolg'iz tashlab qo'yib to'y qilsam bo'lamdi? Nimadan ansiraysan bolam? Almisoqdan tortib qiz bola yotliq bo'lib kelgan. Buningga hech kimning amali yo'q. O'zgarmas qayda bolam bu? Balkim Guljamalning bir o'yi bordi. Har qancha o'yi bo'lsa-mu, men deyish kerak-da bolam. Bundaq deganing bilan holim ancha yaxshi emas. Ko'zimning o'chqida beshini o'ngshib olsam,
Ondan xotirjam bo'laman emasmi bolam? Ana, men bu to'y qilmayman demedim-ku, to'y qilaman, lekin hozir vaqti emas. Tudaxunka, uruq qini. Göl boyda ürük joyvasam bir munç uşak ballı kelip toy kılıdkense mübarek bolsun dep peşimde qarap durdu ya ketmeydi ürük yemsizler desem edepte verivettim. Ha, ondan keyinchi Qarasam birdemden keyin u uşak valla birbirini iştirishib bulab talab ürükning hammini yep boldi. Ularning ichidagi birisi ürükni shundoq obdan yeydikan. Mening keyin balam bo'lib qolsa oshbaldek ürük yeyalarmi deb o'ylab qoldim. Fatimxon cho'ngana, men xudo olsam, bolalik bo'lsam, mening balamni oshbaldek ürük yeydigan bo'larmi? yelaydi bolam, yelaydi. Tova Tudaxunka, atdigan anamdan shuncha tilishib, aran eg'itgan o'rgimni ballag'a beribsan. Endi biz nima yeymiz? Amsi men boqqa kirib ürükka chiqay. Bo'ldilar, yana o'zim chiqay. Asta, ma bolam. Bo'ldi Fatimxon ana, men chiqay. Voy, odosh birdam o'ltasam bo'lmamdi. Anamlar ansirab qolmasin. Men yana kiraman. Birdam Men o'ltasam qo'yaga bo'larkan, bolam. Ma'qul. Xudoyimga amonat. Xudoga amonat. Xo'sh. Manga bolam, manga. Çayga baksıla Eşqallah. Patemxon. Ağaç ottasıla. Patemxon, Muşkul Jamal tolum aqlliq, ma'ris, siq, pokiz bola oldu. Elchida kilovatidi deb angladim. Rostmi? Kelyapti. Biroq bu bolaza faqat unumayotidi. Tova, nemish unumaydigandi? Mushu ko'ngliga pukkan biras bormi? Voy tang, Oyshamxon. Mang biras bor deb tushirib bir narsa demidi. To'yning kep chiqsila qiyirgan sen yolg'iz tashlab qo'yib nega boratdim deydi. Ana bo'z xudoyim ko'ngliga insof berdi Patemxon. Qirg'anda odam kasalchan bo'lib qoldi-ki. O'g'u shu. Uy ishchi etiz eriqning hamma ishni shu bola qiladi deysilar. Menmu har vaqt namozimda Xudodan uning baxt tilab turaman. Biroq ko'zimning ochiqida bir beshni o'ngshib olgan bo'lsam, texim xotirjam bo'lardim emasmi? Voy Patemxon, xudoyim o kunlarni nisib qilib qola. Xudoyim Nisib bir kun qilsin, nisib Xudoyim. qiladi. Ay. Asla Patemxon, vaqsila. Ocha qo'ylarni haydab chiqay-a? Ma'qul fikam. Ana nega maqdingiz? Etizliqi berib o'taklay bolam. Voy jinim ana, akiling. Voy, bo'ldi, Siz bolam, etizliqqa bo'ldi. borsangiz bu uyda men nima ish qilaman? Akiling. Ay bolam. Assalom. Hammalar obdan turishiblar. Assalom. Fatimxonning bu navrisi toz kuyma bobol bo'ldi juma. Shu. To'g'ri. Eriqning ishlarini olib, to'yning ishlarini o'zi yolg'iz qoladi. Hay, qiz bo'lsa, shundoq bo'lsa, ha. Shuma. Xudoyim bizning qizlarimizning baxtini berar. Deganlarimiz kerak. Xo'sh, bola vaqt degancha otani do'raydi. Otan degan yaxshi emasmi? Nima bo'ldingiz ana? Hajabmi to'lish yig'laydigan bo'lib qoldingiz, xuddi agi tegidigandek. Voy, juvoy nimak? Ha, Onangim shundoq chaqchaq qilamsan. jinim ana, mushundaq chaqchaq qilmasam kulmisingiz. Bo'ldilar, nasht qilaylik. Ma'qul. Choy qaynayli deb qoldi bolam. Sen Ma'qul. noshtalikni tayyorlag'ashdi. Men Oyshamxonni Ma'qul, chaqirib chiqay. ana. Ana, patroq chiqasiz a? Ma'qul bolam, ma'qul. Assalom Oyshamxon. Obdan qo'piqlimi? Alaykum assalom. Xudoga shukr. Qinikasizlar. Bo'ldi, o'ltirmay. Nashtini bizning uyda qilamizmikin deb kirishib.
Qini tudaxuncha ko'rinmaydi-ku. Voy, atgan qopsam yo'qturdi. Nala ketkin tang. Nechki ya xel yaxshi bo'lib qolganda quvvatdi. Yana umsili turdi. Qandami qilami deysizlar, ansirapli turyaptimi bu boladan. O'ngshilibmi qala, ko'ngillarini yerim qilmislar. Manslar Guljamal ishkibini saqlab qoldi. Manslar bizni uyga chiqib nashti qilaylik. Manslar. Ma'qul, ma'qul. Bu balığı nimimi bo'lgandi? Shundaysizlar, qandami qilami endi bu bola. Xudoyim shifoliq ber. Ba'zi kunlari xeyli yaxshi bo'lib qoladi. Qo'yma o'pdan kiriblar-chi mana. Bolam, Ha? Tudaxun akangni ko'mgansan-a? Ko'mdim-ku ana. Men choy yakalay. Ishik oldiga chiqib bir qarab boqqan bo'lsang bo'pti-ekan bolam. Biz bilan billa noshta qilsin. Ma'qul ana. Men hozirla chiqay. Bo'la, bo'la. Qani choy sizlar. Ay, ishqallah. Asla. İsming nima? Ko'zing nimadaq chapak bo'lib ketdi? Ha? Oqshom uxlamdingmi nima? Ha? Buningdan diqqat qil. Odamlar seni tutib olsa, yevitidi. Mana uying keta. Mana. Nega bordingiz Tudaxunqa? Odamni shunchalik ansirtib. Ma o'tullarni tushirib o'tibchi bizning uyga kiring. Ma'qul. Tez bo'ling, ha? Ma'qul. Ana, Atigul Jamol bilan bozorga kirib chiqayli degan tuhmat qilma. Dadangdan so'ra qizim. Bo'lamdi dada. Bo'ladi qizim. Lekin kech qolmay balduroq yenib chiqasizlar. Guljamal bir narsa ola. Sizmi onangizdan jiqiroq pul olib olasiz, ma'qulmi? Ma'qul. Haras, o'riklarni akirib sotqach chiqaymi? Yo'q bo'ldi. O'rikni seshanba kuni bozorda o'zim sotay, sizlar oromxuda o'ynab chiqinglar. Qizim, Ha? qo'ylar bak marab ketdi. Siz chiqib o'tsib bering, ha? O bechoralarning qo'sig'i oshqandi. Ma'qul dada. Qadash, nima bola qilib tash qilmaydi-ya? Oy. Qizlarim, nemish uchun bel tatmadinglar? Er kishi qarshi nomahram bo'lganligini bilmamsizlar. Biz endi assalomu alaykum cho'ng dada. Nomahram bo'lganligini bilib turib, o'zlari bizga hajab qarab qatlig'i. Bu astag'firullah. Jira menga. Yura. Hajab o'xshabdi.
Qara iqtivetdim. Adashma. Ketmang bo'ldi. Birisi qarayotidir. Polatis. Ketaylik. Kim bo'ldi? Voy xudoyim. Qara adash. Daryoning suvi ulg'ayib ketibdi emasmi? Aldirgan yo'lda qoladigan mushida. Endi qanday qilamiz? Adash, qara. Allı ishki balg'izga qarayotgandim nima? Qilish qismi. Bizni o'tkazib qo'ysin. Shundagina. Bo'ldi-la, o'zimiz qaraveraylik. Hey, qizlar, o tarafdan o'tkilib bo'lmaydi. O taraf chunqur. Acaba çıratsın beni. Qara. Xudoyim saqladi. Bo'lmasa bu yoqqa kelinglar. Biz sizlarni o'tkazib qo'yaylik. Suv ulg'ayib ketibdi. Bizning haroda o'tib olinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday tinchlikmi? Qanday Alloh qildik. Ya, hech qisi yo'q. Rahmat. Mening ismim Olimjon. Og'inamning ismi Mehmet Tursun aqa. Biz 7 dongdi. Mangdiq hamsa? Mangdiq. Kim o'tiringlar? Adash chindan. Diqqat qilinglar. Diqqat qo'y. Oila dedim bu. Mening ismim Guljamal, do'stimning ismi Xuncham. Biz Araliysidan. Olimjon adash, naqsh etqish mang'ida. Nima naqsh etsak ula? Tutta çelip oltasam hiyalim sen geldin. Tutta çelip oltasam hiyalim sen geldin. Derdin bosa et yarim. Mungdaş kelmen geldim. Mungdaş kelmen geldim. Olmuşçu anarını derler, lalı reyhanın bulay. Olmuşçu anarını derler, lalı reyhanın bulay. İçlimirip üzdüp ketti tarisi. Oy, kep mi qattiq? Alimjon. Ha? Bo'ldi. Harbin mishada to'xtasanglar biz chiqib qolaylik. Sening uy mush yerdimi? Ha. Adash, avayla. Astaroq tushinglar. Yuringlar, uyga kirib bir piyoladan choy ichib mering. Bo'ldi, rahmat. Yo'lni xeli bog'i texi. Choy ichib keting. Rahmat, keyin kelamiz. Rahmat. Alimjon. Ha? Bizg'u sizning naqshingizni angladik. Sizning Guljamalning naqsini angladingiz yo'q. Albatta anglag'im bor. Biz hozir ketmasak, kechda yana harbiy buğday bosadigan gap. At bu yoqqa qarab mangmasak bo'lmaydi. Keyin yana bir kelamiz. Bo'ptamsa. Avara qildik. Xo'shamsa. Xo'shamsa. Xudo Ayo, xamalariga. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Mangayla. Adash, Olimjon degan bal naqsh najab chiroyli aytgan. Heli qabal men tutib olmagan bo'lsa, so'g'itishib ketadimi? Bilsam, bilmasam qasdan. Yatayli bolam, Balam, bundaq desem, menden zerikib qapti demegin. Men qiyirib qaldım. Mening birdan bir o'ylaydiganim to'yingni baldura qilib olsam deyman.
Ahvolimmi ancha yaxshi emas. Tuyuqsiz o'lib ketib qolsam, ko'zim ochiq ketib qolmasin. Shunga bundakin elchilar kirsa, yo'q demagin, a? Canım ana, siz uzun ömür görürsüz. Xudayım buyursa 100 yaş kırsız. Gepingizni anlayman, lekin hozir vaqt emas. Gap angla undaq dema balam. Seningmi meni baldura xotirjam qilganing yaxshi emasmi balam? Voy can, ana, uyqum kelib ketdi, uxlayman. Uxla, uxla. Assalomu Hashim axin cho'ng dada, cho'ng ana. Tekshirishiblar. Va alaykum assalom. Qizim, etizg'mayapsizda? Ha, etiz qilmadin. Hey. Bechora qiz ota-onasidan kichik qolgan bo'lsa-mu, monamda cho'ng bo'lib, cho'ng onasini hech qanday ish qildirmaydigan bo'ldi. Bola deganning insonini bersa bir bola ekan, insonini bermasa bir bola ekan desizlar. To'g'ri deylar. Ağızdan nurgun elçilerge unumaptı. Patem xanma yaşınıp kaldı. Anısının barda toy qıvası bulattı. Sizlar nimani bilasizlar? Shu qizningmi o'yni qoldirib badu qachon? Hey mazlum. Hamma odam sizlar emas. To'y qilib aldirab ketadigan. Rast deylar. Toy qilgan kuni qechib kelsam, keynimden qo'g'iladilar. Rast. Oxiri qo'noqliqda tutib olganlarni unutib qoldimi? Qani deb baqsılar? Bu esinglarda bordi. Shu qo'noqliqdagi ishlar esinglarda bor ekanda. Shu chaqlarda biz burkutdak bola edik. Shu vaqtda burkutdak etilib kelsam, xudini yo'qotgan toshqandek o'zingni tashlab ketdinglar. Qanday ekanmiz? Meni azroq sonli qisilajimi? Bo'lmas anamnikiga yomonlab ketimi? Maqslan edi. Gülcemal singlim. Ha? Fatemxon cho'ng onam sizni to'lab kel deganda, shunga chiqdim. Akiling o'tinni men olay. Keldingmi balam? Ha, keldik. Niman tishlab ketding, a? Men chiqib ketdim. Qo'sqin qandaq balam? Qo'sig'im to'q. Sening qo'sqinchi balam. Qo'sig'img'u toza ashdi ana, lekin qo'noqlan o't besib ketibdikan, shuning bilan hayal bo'lib qoldim. Balam, Ha? mashtilig'ini qilib bo'lib, g'onchamni uyga berib ko'rishib Ma'qul boqqan. ana. Tugmanga boramdikin. Uyda bug'doy uni qammabdi, qo'noq unim azroq qapti. Tugmanga borsa, billi berib kelinglar. Bo'la, chayni ichib olgin, bo'la. Ma'qul. Qara adash, tunigin Mattursnaxim izlab ketdi. Biz daryo bo'yiga berib o'g'irliqchi ko'rishib keldik. U qo'limni tutqandi, yuraklarim titrab ketdi. Undaq emasdi. Anchik qo'lingni tutib qo'yg'ini titrab ketdingmi? Kim biladi, ishqinglar daryo bo'yida nima ishlarni qildinglar? Aka qo'lingni. Aka. Adash, ha? Tunigin Mattursnaxim o'zi yolg'iz ketdimi? Ha, o'zi yolg'iz ketdi. Aslida olimjamni birga kelmoqchi ekan, lekin ish chiqib qolib kelinmadi. Adash, navoda olimjon kelib men tovlab qolsa, chiqsam bo'ladimi? Chiqavermasa. Hey, Mattursnaxim bilan xil chiqishib qoldinglarmi? Yo'q, gapimma. Hey, men sen mundaq bir ish qilishni demoqchi. Biri Mattursnaxim ko'ngling tushib qolgan bo'lsa, sana vaqtida elchi kirgizsin. Endi uni yondirmag'in. Yana bir ish. Olimjon meni izlab kelib qolsa ko'rishsak bo'ladi.
Biroq to'y to'g'risida gap oshmasin. Mening hozir to'y qilmaydiganligimni senmi obdan bilasan, adash. Buning uchun sana ko'p rahmat aytaman, texi. Ma'qul, adash. Xuncham, oldi bilan sening to'yingni o'ynaymiz. Aytgan gapni deb qara sening gapingni. To'xta, qochma. To'xta, qochma. Voy, nim bo'lding bolam? Hasrab ketibsan qo'y. Ish qo'g'ilmaganda, ha? Yo'q, ana, shigirab keldim. Kela, birdam o'tirib ol, bo'la. Voy bolam, sening yo'l yursangmish yuguraydigan ishingz faqat tugmaydigan o'xshaydi. Nim bo'lding? Nimancha yugurab ketding? Haras bolam. Sen berib Oyshamxon anang deb qo'y. Tayyorlab qilsin. O'gitlarni tayyorlab qo'ydim. At qachonli maqsana bo'ladi. Ma'qul. Bolam, nim bo'lding bolam? Qor besib qoldi ana. Qo'rqma bolam, qo'rqma. Qo'rqma. Xotirjam uxlayman, beshing pichoq qo'yib qo'yay, ya. Voy bolam, nim bo'lgansan? Beshing ko'tira. Xotirjam yot bolam, ha? Qo'rqma bolam. Yaxshi qopibsanmi bolam? Xeyli yaxshi. Qani choy ichi. Bolam, kechidan beri yaxshi uxlayolmading. Bugun tugmanga bormsanglar bo'lamiki? Yo'q ana, undaq qilsam qandoq bo'ladi? Hammamiz tayyorliklarni qilib bo'lishdi. Beraveray. Bolam, kechida qandoq tush ko'ribsa, faqat yaxshi uxlayolmading-ku. Menga bir dabbagina. Kecha. Shundoq tush ko'ribdiman. Yaxshi tush ko'ribsan bolam. Mang'icha bir nonni ortiq elib olib, yo'lda tilamchini ko'rsang, beshingdan o'ribli berib. Ma'qulmi bolam, ha? Ma'qul ana. Men berib qarab baqay adash, ha? Ma'qul. Qandaq Guljamallar bormiki? Ko'rishdingmi? Yo'q, ular tugmay ketgan o'xshaydi. So'rab boqmadingmi? Ular qaysi tugmay ketgandi? Ha? Buni so'rmabdiman. Bo'ldilar, mangayli. O'tganda Xoncham bilan ko'rishganda tugmaga bordigan gapni deyishmaganmi? U to'g'riliq gap qilmagan. Yura bo'ldi, mangayli. Chiq. Assalomu alaykum amca adash. Va alaykum assalom. Bu yoqqa kelib qopsan-ku. Bugun Orol yerisini Mashraf aka berib kelaylikmi? Nima? O'zingni beso'lamayaptamsa? Ular tugmandan kelibdimi? Qancha bo'lsa-mu kelganda, Guljumalni ko'rgim keldimi yo'q? Meningga ko'rgim keldi. Men senga o'xshash gap qilolmasam. Hey, sen Guljumalni yordamsan yo'q? Uningga yordimi? Menga hamsa.
aldım Tükendi Leyli Gulay Tükendi navut aldım Tükendi Leyli Gulay Seyyarım kalmı besem Yarım kal Desti Gulay Seyyarım kalmı besem Yarım kal Desti Gulay Desti Gulay yargı besem Bilmedim gülün kadini hey Dostlar gülün kadini hey Dostlar Kimki verir kimki eytay Şunadan diyen kadini hey Kimki verir kimki eytay Şunadan diyen kadini hey Anvırgım kuşlar gudağını Yakulini bağlısam ben Anvırgım kuşlar gudağını Yakulini bağlısam ben Nakçıgırda çok ölüp kara Küzünü adamsam ben Nakçıgırda çok ölüp kara Küzünü adamsam ben Desti gülü yargı besem Gülmedim gülün kadini hey dostlar Gülün kadini hey dostlar Kimki verir kimki eytay Şunlardan diyem kadini hey Kimki verir kimki eytay Şunlardan diyem kadini hey Gülcama, bundan keyin ig'ir ishlar bo'lsa, menga dang, o'zingiz qilib yurmang. Qaysi ishlan deysiz? O'tin yardigan, tugmanga bordigan, ya'ni suv to'shiydigan ishlarni-chi? Alimjon, yaxshi ko'nglingizga rahmat. Siz ya mening akam bo'lmasangiz, yoki tuqqanim bo'lmasangiz, sizga nima deb bu ishlarni qilg'izgudakman? Amalga oshmaydigan ishlarga mening sizni avar qilg'im yo'q. Nimandaq joysiz. Joylig'im emas, rost da'votiman. Keling biroz o'tiraylik. Alimjon, yo'shirg'im yo'q. Sizni yaxshi ko'raman. Lekin meni saqlasangiz, bekli uzun saqlab ketasiz. Mening bu dunyoda birla cho'ng onam bor. U meni beqib cho'ng qildi. Ota-onam o'lib ketib, cho'ng onamning qo'liga qoldim. U meni deb hammishga qurbonlik berdi. Endi uni tashlab men yotliq bo'lib olsam, Undaq bo'lsa uyga olib kelsakli bo'lmadimi? ay Alimjon, siz bek oson chaqlaydi ekansiz. Qushqashmi o'z kamerini qadrlaydi. O'z uyimning xo'shliqi, put qo'limning bo'shliqi deganni tushunmamsiz? Buncham Undaq bo'lsa bu ishni qanday qilsak bo'lar? Agar men to'y qilib ketib qolsam, Guljamal yolg'iz qoladi. Men uning chidamayman. Chunki biz kichigimizdan tatib billa o'ynab cho'ng bo'lgan. Shunga kishilar bizni bir juftlar deydi emasmi? Agar siz to'g'ri ko'rsangiz, men Guljamal bilan bu ishni to'g'ri ko'rishib baqay. Ay, Buncham. Men sizga demayla uydagilar choyga kirishni deb qo'ydim. Buni Nima? Siz saron bo'lib qoldingizmi? men buni Nemish qilmang maslahat selib bir ish qilmaysiz. Agar buni Guljamal anglasa nima deydi? Siz berib uningga dang, tushundiring. Bo'lmasa men bilan to'y qilma deb ham xayol qilmang. Buncham. Saqlash. Bu mumkin bo'lmasmikin? Meni saqlasangiz uzun saqlab ketasiz. Sizga uvol qilib qo'yaman. Biz eng yaxshisi, yaxshi aksingiz bo'lib o'taylik. Gulcama, siz o'zingizni aldayapsiz. Sizning cho'ng onangiz to'g'risida deganlaringizning hammasi rost. Men sizning balliq burchingizni ado qilishingizga to'sqinlik qilmoqchi emasman. Lekin siz menga uvol qilyapsiz. Hatto menga saqlashga fursatmi bermisingiz, bu menga uvol qilgan bo'lmay nima? Voy, chiqinglarga nima bo'ldi? Xo'p ko'rinsizlar-ku. Buncha? Sana nima bo'ldi? Men uydagilarning choyga kirdiganligini degandim. Shu ishni desam, xafa ketdi-ku. Xafa ketgidek ish emaskan-ku bu. Buncha nima bo'ldi? Sizmi ko'nglingizga olmang. Xunchamning nemishga xafa bo'lganligini men obdan bilaman. Sizlarni ansirmanglar, uning bilan ayrim so'zlashay. Kech bo'lay deb qoldi. Sizlarni qaytinglar. Bizmi ketaylik. Keyingi qaytim kelganda baldiroq xabar qilib qo'yasizlar. Mehmet Tursunaxon, sizmi ko'p ansirab ketmang. Cho'qim xush xabar anglaysiz. Men kepil bo'laman. Qandaq? Xo'sh, Xudoga omonat. Xo'sh. Adash, Mehmet Tursunaxonga nemishga xafa bo'lganingni obdan bilaman. Sana rahmat aytsam bo'ladi. Lekin
Yaşın 18'den eşip qaldı. Yani meni deb xalq olam oldida siz cho'chakka qilmag'in. Bo'ldi, to'y qilib olg'in. Men yana yo'qlab turaman. Sen undaq degining bilan men sening yolg'iz qolishingga faqat chidab turolmaydi ekanman. Men to'y qilgan taqdirdami qandoq bo'larkin tang? Biz ikkimiz bekli ko'nib qopdik emasmi? O'g'oras. Lekin kim biladi, to'y qilib meni unutib qolamsan, dehi. Sen meni ashunaqa odam ko'rib qoldingmi, xop bo'lib qoldingmi, chaqchaq qilib qo'ydim. Cho'ng ana, tugmancha Aysraxun dadam sizga bek ko'yindi. Har qaytim bosam, dehi go'shi o'rab berdi. Burun tanishamdinglar? Oş balam, o işlarni so'rab nima qilading? Uyquni uxlig'ini balam. Oy shayton. Cho'ng ana, bo'lmasa Aysraxun cho'ng dadamni mushegil aka olamdiqga. Sen ha desil meni o'ylamay balam. O'zining ishini bir o'ylig'ini. Yeshingmi 18ni eshib qoldi. Agi tegaymi demisang, kelgan elchilarning hammani qaytarib etding. Seningcha ish qiyr qiz bo'lib o'tasang yaxshi bo'lamdiki sana, ha? Endi kelgan elchilarni qaytarib etib baqaqini. Ha? Voy shayton. Jinim cho'ng ana qiziqlama. Bechar balam. Meni de bilim nurg'un jafolan tatvatsan balam. Xudoy baxtingni ber.